Xo'p, hammaga salom. Bugun 14-dekabr, keyingi hafta uchun ideyalarni ko'rib chiqamiz tillarda. Demak, bizda struktura buzilgan. Xo'p, strukturamiz buzilgan va resistensimiz ham bizda buzilgan. Bu hozirda sapqirib bo'lib bizga chiroyli ishlab berdi. Xo'p, endi biz keyingi hafta kutadigan asosiy narsamiz bolalar bizda likvidigacha harakat kuzatsak bo'ladi. Ya'ni bizda mana bunaqa harakat kuzatsak bo'ladi. Bizda 0.5 dan ajoyib reaksiya olib berdi. Endi keyingi hafta polni kutadigan narsamiz likvidigacha harakat. Biz umumiy faqat buy harakatini, pozitsiyasini ushlab olishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, keyingi bizda agar razvorot beradigan bo'lsa, razvorot zona esingizdan chiqarmanglar. Razvorot zona 4408 dan 4415 zonasigacha razvorot